Bor, to'yi pulini bering deb so'ra. Shuncha pul havoga uchadimi? To'yi qoldirdilar. Qariyalarni olib kelib to'y qilib yuborlaring dedilar. Pulni beraman deb berishdan darak yo'q. Allohning o'zi savob qilish uchun eshik ochib beribdi. Shu bilan balkim gunohlaringiz kechirilar. Uyalmaysizmi? Qanday so'rayman men hozir borib? Ular beraman deb aytdilar. Biz ulardagi boy emasmiz. Sen berasanmi shuncha pulni? Men necha yil yig'ganman u pulni, bilasanmi? Nima sizga aytdilarmi beraman deb? Menga aytdilar. Ha, unda boring deb o'zingiz so'rang menga, men bitta kelib baqirmasdan. Men so'ramayman. Men ham so'ramayman. Bilasanmi? To'yxonaga men nech pul berganimmi? 25 ming berdim, 25 ming. 7 ta artistsi yarmini berib qo'yganman pulini. Hech qaysi qaytargani yo'q. Ha, qaytarmaydi dey. Qonun qoida shunaqa. Nima sizni u artistlar to'yiz qoladi deb o'ylabdimi? Shuncha pul osmonga uchib ketmaydi-yu, Orif. Bemalol uxlashingni qara. Ko'nglingda xotirjamligini qara. Yana ketaman Koreyaga. Pishirib qo'yibdi senga o'tdi. O'zim ham mahmoman. Bekor keldim.